Assalomu alaykum. Mahalla fuqarolari yig'iniga murojaatim. Pishqaron mahalla fuqarolari yig'iniga. Assalomu alaykum. Pishqaron mahalla fuqarolar yig'ini raisi Soliyeva Manzuraxon. Xola. Man Xoldarov Asliddin Jumanazar o'g'li 2008-yilning 28-iyunida tug'ilganman. Man Jerbosh ko'chasida yashab o'tgan Ahmedova Izoxon Inomovna nomidan gapirish uchun avvalambor ruxsat so'rayman. Onam 2 sotix joyga uy qurgan. Ana o'sha uyni mendan tortib olishgan. U uyga egalik qilish huquqimdan foydalanishni istayman. U yerda hozirgi paytda onamning birinchi ro'zg'oridagi qiz Tursunova Gulhayo Muhsinali qizi o'tiradi. Hozir u qizni oilasi bor, erga tegib chiqib ketgan, lekin hozir eri bilan kelib o'tirib olgan u qiz. U apam juda ko'p zulm qilgan, ko'chaga meni o'z ona uyimdan haydagan, menga tegishli bo'lgan narsalarini barchasini yoqib yuborgan, uyda qolganlarini. Hozir Manzura xola bu gapni eshitayotgan bo'lsangiz, meni eslagan bo'lsangiz, 18 ga kirgandan keyin bu uyda sud qilib bo'lsa ham